Tabriklaymiz, bu butun karyerang davomida orzu qilib kelgan oning ekanligini bilamiz. Avval ham senga bergan intervyularimizda bu haqida gaplashganmiz. Bu nihoyat sodir bo'lganligini his qilish. Sen tasavvur qilganing bilan solishtirganda qanday tuyulyapti? Feel so happy. O'zimni juda baxtli his qilyapman. Hozir o'zimni bosishga harakat qilyapman, lekin bu mening hayotimdagi eng katta kun. Madison Square Garden'da UFC 2 vazn chempioni bo'lganimdan juda xursandman. Butun jang haftasi davomida aytganimdek, bu mening orzuyim edi. My dream today. Bu jang shunchalik bir tomonlama bo'lishini kutganmiding? Drake yerda yoki tek turganda biroz ko'proq qarshilik ko'rsatadi deb o'ylaganmiding? Uni birinchi marta kutganimda yo'q. Bu uzun tun bo'lishini his qildim. Yerda xohlagan narsamni qila olaman deb bildim. Chunki u turishga urinadi deb o'ylagandim. Lekin biz unga tayyor edik. Uning barcha janglarini ko'rib chiqqanmiz. Yerda bir-ikki texnikasi bor, lekin men ularni to'sib qo'ydim. Shu sababli jang oson bo'ldi. Craig Josonga keyin nima deding? Men unga sening jiu-jitsung ishlamayapti. Sen Dog'istonga kelishing kerak. 2-3 yil dedim. Dagestan. For 2-3 years. What did he say? U nima dedi? U kulib yubordi va Habibga men Dog'istonga boraman dedi. Bu aniqki, bu sening birinchi welterweight janging. Ushbu vazn toifasida asta-sekin moslashganing sari senga qanday imkoniyatlar ochiladi deb o'ylaysan? Ha, albatta, bugun o'zimni juda yaxshi his qildim. Avval hech qachon bunday bo'lmagan. Kuchim ko'proq, zarba berishda ham, harakatlanishda ham o'zimga ishonchim oshdi. Uning barcha zarbalarini ko'rib turdim va bugun o'zimni ancha yaxshi his qildim. Parterda istalgan raqibni nazorat qila olaman deb his qildim. Avval hech qachon bunday bo'lmagan, aniq. Kelajakda bu vazn toifasida ko'plab yaxshi jangchilar bor. Bugun katta chiqishlar bo'ldi. Ilya seni chaqirdi. Michael Morales va Carlos Pratis ham imkoniyatni istashmoqda. Usman ham. Hamma nimadirga qiziqayapti. Hozir eng raqobatdosh vazn toifasi aynan shu. Yarim o'rta vazn, albatta 100%. Bugun jang qilgan ko'p yosh yigitlar bor. Keyingi hafta ham bir necha yigitlar jang qilishadi. Shuningdek, Kamaru va Tapuria ham killerlar. Hammasi mening kamarimni olishni istaydi. Yo'q. Men hammaga yo'q deyman. Men 2 karra chempion bo'lish uchun juda ko'p ishlayapman va bugun his qilyapman. Vaznni ko'p kamaytirishga hojat yo'q va kamarni yana ko'p marta himoya qilaman. Tapuria uning tweetini ko'rdingmi? U seni UFC'dagi eng zerikarli jangchilardan biri deyishi mumkinligini aytgandi. Media kunida jangdan keyin biz sening fikringni so'rashimizni aytgandik. Endi u bilan bo'lgan jang haqida to'liq fikrni ayta olasanmi? Hech qanday jarohat yo'q. Og'riq yo'q. Men tayyorman. Keyingi kim bo'lishidan qat'iy nazar qilamiz va men buni oson qilaman. Bugun sizga ko'rsatdim. Jack bu o'yindagi eng yaxshi jangchilardan biri edi. Eng qiyin raqiblardan biri edi. Shuning uchun men buni oson qilishni istardim. Bu bizning rejamiz. Endi va men aniq shunday qilaman. U himoya qildi, men bo'g'ishlar qilmoqchi bo'ldim. Kimura qilishga harakat qildim, lekin u juda yaxshi himoya qildi. Lekin men buni oson qildim, chunki juda qattiq mashq qildim. Albatta sen orqa fonda jangga tayyorgarlik ko'rayotgan paytingda katta janjal chiqdi. Ba'zi jamoadoshlaring va Dylan Dennis bilan. Dana shu yerda edi va shuni muhokama qilgan. Sen uning aytishicha bu uning aybi, ularni bir-biriga juda yaqin o'tirishga qo'ygan dedi. Lekin bu chalg'itdimi yoki bu haqida sen nima deb o'ylaysan? So'nggi 5 yil ichida kimdir gapirganda, u bilan uchrashganingda aytgan gaplaringga javob berishing kerak. Bugun menimcha u javob bermadi. U hali ham jamoamiz haqida ko'p yomon gaplarni aytmoqda. Va bugun biz keldik, odamlar shunchaki uni kutib olishdi. U bu odamlar haqida yomon gapirdi va bugun odamlar shunchaki uni kutib olishdi. Shuning bilan tugadi. Dana aytdiki, u hayoti davomida UFC tadbirlaridan ko'p marta chetlatilgan. U bu mamlakatdan ham chetlatilishi kerak. Islam bugun jang qilgan barcha welterweightlar ichida o'zingdan tashqari kimning chiqishi uchun eng ta'sirli bo'ldi deb o'ylaysan? Bugundami? Ha. Men ularning ikkala jangini ko'rdim. Pratis u sobiq chempionni aniq nokaut bilan yengdi. Ular ikkalasi ham juda yaxshi, juda qattiq yosh jangchilar. Va men hayronman. Bu odamlar kuni bo'yi sigaret chekishadi, lekin sobiq chempionni yengdi. Carlos Pratis dedi, "Mana Nutella sizga shunday kuch beradi." Men bilmayman uning dietologi kim, lekin bu odamlar juda katta ko'rinadi. Lekin vazirlari ko'p emas. Lekin u ajoyib, g'ayratli chiqish qildi.
sobiq chempionni yakunladi. Buni oson qildi. O'zingning jangiy nuqtai nazaridan Jekni sindirganingni his qildingmi? Chunki raundlar orasida kamera unga qaraganida u stuldan turishga qiynalayotgandek ko'rindi. Birinchi 1-2 raundda u ko'proq harakat qildi. Biror ish qilishga harakat qildi, lekin 3-raund va undan keyin chempion raundi deb his qilganimda men sezdim, u turmaydi va mening murabbiylarim meni bosim ostiga qo'yishdi. Uni yerda ushlab urishimga yordam berishadi. Lekin zarba berishda u tez emas. Men uning barcha zarbalarini ko'rdim. Birinchi raunddan keyin u biroz charchadi. Men unga zarba bera olardim, lekin oson yengishni istadim. Aylini shunday tashladingmi? Ha, men unga judo texnikasini ko'rsatdim. Islom Jekning grappling haqida gapirganda, nega aniq sen undan ancha ustun bo'lding? Bu kuch masalasimi, texnikami? U sendek ko'p narsa bilmaydimi? Nega uni shunchalik oson nazorat qila olding? Rostini aytsam, men u yerda ancha ko'proq mahoratga egaman. Bugun kuchimni ham juda yaxshi his qildim. Uni hech qanday muammosiz ushlab tursam bo'ladi. U Bilalga yoki boshqalarga qilgan narsalarni men bilan ham qilmoqchi bo'ldi. Qanday atalishini bilmayman, lekin men uni shunday underhook qo'yib, uni nazorat qildim. Menimcha u yerda faqat bitta asosiy harakatga ega. Men shu harakatni to'sib qo'ydim va tamom. Jangda shunday lahza bo'ldimi? Ehtimol birinchi yoki ikkinchi raunddan keyin u turishdan ko'ra o'zini bo'g'ishlardan himoya qilishga ko'proq e'tibor qaratganligini sezdingmi? Bo'g'ishdan u juda yaxshi himoya qildi. Men qo'limni burchakka qo'yganimda, u meni ikki qo'li bilan, uning qo'lini ikki qo'li bilan nazorat qil deb murabbiylari ko'rsatma berdi. U juda yaxshi himoya qildi. Ehtimol Craig Johnson shunday degandi. U birinchi raund oxirida oyoqlarini menga ishlatganda, bu jangdagi eng xavfli daqiqalardan biri edi.